Biz bugün qizlarimizga vijdon iffat, sharmi hayo, go'zal axloq va zolimlarga tiz bukmaydigan qat'iy iroda va vatanparvarlik jihatda ulgi qilib so'zlanadigan Uyg'ur xalqining suyumli farzandi Cho'lpon Gul bilan tanishib chiqamiz. Cho'lpon Gul 1808 yili Qashqarda dunyoga keladi. Uning dadasi sozanda va qo'shiqchi hamda usta naqqash bo'lib, Qashqar shahridagi mashhur Hedgoh jamisi va Qashqardagi bir qancha cho'ng masjidlarda uning hunar san'at izlari ta yaqinqi yillargacha saqlangan. Cho'lpon Gulning onasi kichik vaqtida vafot bo'lib, u dadasining tarbiyasida cho'ng bo'ladi. U o'zining intayin oz ko'riladigan go'zalligi va axloqi orqali xalq orasida Nozugum degan muhabbat nomi bilan atiladi. 1827 yil 2-oyda tajovuzchi Chin xalqining qo'shini Aqsu'dagi hukumatning xoni Jahongir G'ojini mag'lub qilib, shiddat bilan poytaxt Qashqarga hujum qiladi. Bu vaqtda Nozugumni qo'liga qurol olib, erlar bilan bir safda dushmanga qarshi tig'mi-tig' jang qiladi. To'liq qurollangan chillashkarlar bilan Qashqar madrasasining toliblari, suvchilar, o'tinchilar va shahar atrofidagi yezlardan yig'ilgan dehqonlar o'rtasida qattiq jang bo'ladi. Yangdarin ishg'ol qilgandan keyin Hedgoh maydoniga yetib kelib, 2 kishini oldiga kelishga buyurdi. Ularning biri Chin lashkarlarini boshlab kelgan Sidiq Xo'ja, yana birisi Qashqardagi mo'tavar yuksak izzat obro'yiga ega Abdurashid Damullam edi. G'o'jalar, baylar va boshqa mo'tavarlar o'z jonini ilib qochgan shu kunlarda Abdurashid Damullam xalq ichida qolgan bo'lib, u Yangdarin askarlarini beqish va Uyg'ur qizlari bilan o'ylantirish talabini keskin rad qiladi va uni o'ldirish uchun qo'ynidagi o'tkir xanjarni Yangdaringa qaratib atadi. Afsus, Yangdarinning orqasidagi muhofizatchi xanjarni to'sib olib, Yangdarin qutulib qoladi. Shunda qilib Abdurashid Damullam naq maydonda hayotidan ayriladi. Yangdarin xalqning yuragini bir mujumoqchi bo'lib, yoshlarni elib qilib, qeri-cho'ri bolalarning hammasini o'ldirib, darvoza oldidagi yangidan o'rnatilgan igizlarga asadi. Asirga elib qilingan yoshlar ichida Nozugum bor edi. Yangdarin lashkarlari bilan Qashqar hukumat xazinasidan oltin, kumush, marvoyit va boshqa qimmat toshlar qochilangan sanduqlar, boylardan bo'lib olingan top-top yipak raxtlar va Hindi-Eron savdogarlarining savdo saroylaridan bo'lib olgan boyliqlarni Qashqardan bo'lib ketadi. Asirga tushgan Nozugum va boshqa minglagan gunohsiz yoshlar eliga surgun qilinadi. Bu jarayonda qilich ostida mislsiz jabr zulm, odam bolasi ko'rmagan xo'rliqlarni boshdan kechirdi. Nozugum oxiri o'zi bilan asirga tushgan Abdulloh G'oji bilan Yulduzdan G'olji tarafga qochadi. Bular bir necha kun o'rmonlarda yushirinib yurib kun o'tkazadi. Nozugum qochib 12 kun bo'lganda yana dushmanning qo'liga tushadi. Uzun o'tmay Manching amaldorlaridan birining Nozugumga ko'zi tushib qolib, Nozugumni majburiy xotinlikqa olmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda vujudi iymoni va vijdon bilan yo'g'rilgan Nozugum bir yat toifiga yana kelib vataniga tajovuz qilib besib kirgan bir dushmanga xotin bo'lishni asla qabul qilmaydiganligini bildirdi. Ammo Nozugum 10 gulining birisi echilmagan bir qiz ham bir tutqun edi. Shuning uchun Manju amaldori o'z kuchiga tayinib Nozugumni majburiy xotinlikqa oladi. Bu vaqtda Nozugum qat'iy qarorga kelib bir amal tepib qurollanib tayyorlik qiladi. To'y kechasi Manching amaldori Nozugumning hujurasiga kirib, uningga yaqinlashmoqchi bo'lgan paytda Nozugum o'zining va shundaqla Uyg'ur xalqining or-nomusini qo'g'dash uchun Manching amaldorini xanjarlab o'ldirib qochib ketadi. Bu ahvol tajovuzchi Chin xalqi mansabdorlarini qattiq aloqzoda qiladi va Nozugumni tutib berguvchilarga inom e'lon qiladi. Nozugum shu qochqancha 6 oy bo'yicha jangallarda mo'kib yurib, o't, cho'p, yiltizlarini yeb, yomg'ir suvi ichib hayot kechirdi. Menching cheriklari oxir Nozugumni tutib oladi. Nozugum turmidagi qiyin qistoqlar oldida va o'lim oldida qilchi tiz bukmaydi. Tajovuzchi Menching cheriklari Nozugumni jazo maydoniga elib chiqadi. Jazo maydonida Uyg'ur ayollarining shundaqla Uyg'ur xalqining qo'rqimsiz jasoratini namoyon qiladi. 1830-yili G'olji shahri yanidagi mo'ytingzida Menching cheriklari Nozugumning kallasini elib uni shahid qiladi. Bu vaqtda Nozugum arallah 22 yoshlarda edi. Tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der.